Assalomu alaykum hurmatli bizlarni kuzatayotganlar. Mana shu qimmat obорудование haqidagi sahifamiz haqida boshladim. Mana o'sha yechakka yetib keldik. Hozir hech narsa yig'ilmagan. Bo'yi men bilan barobar, mana 2 metr ekan. Balandligi, hali eniga 30-40 sm maksimum. Men sizlarga hozir mana shu videoda bugun shu ishlab chiqarish joyidan ko'rsatamiz. Masalan, bu yechakani agar O'zbekistonda ishlatsa, joydan yutamiz. Katta binolar bor, kichkina binolar bor. Ularda podvallarda joy bo'lmay qoladi. O'rniga shu 1 metrli yechakani o'rniga ikkita yechakani o'rniga 1 metrli yechakani o'rniga ikkita yechaka qo'ya olamiz. To'g'rimi, Azamat? To'g'ri. Qani tushuntirib bergan o'zinglar mana. Aziz aka, men bu yechakalarni avvalambor birinchi stendda o'shani nima deydi, showroomda ko'rganda tushunmagandim. Lekin hozir mana bu ishlab chiqarish jarayoniga keldik. Ko'rib, lekin ozgina nima deydi, tushunchalar paydo bo'ldi уже. Bu 30-40 sm bo'lishini sababi bu panel upravleniya ekan. Mana bu yerda sxemalari ko'rsatilgan полностью. Lekin hozir ichki, mana orqa qurilishini ham ko'rsak, mana bu ichki qurilishini вообще odam mana nima deydi, ana 360 otlan ishlatib yuribmiz. Eniga 1 metr, mana misol uchun 3 ta qo'yishimiz uchun 3 metr joy kerak. Bu yerda hozir mana 3 metr joyga sanab chiqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 ta yechaka mana ishini bajarib beryapti. This size. Endi bu tashqarisidan hammasi ma'lum. Blok upravleniyasi turadi, ya'ni boshqarishi. Keyin xohlasa biz rossiyskiy bloklarni qo'ysa ham. Da. Уже o'zimizni sxema yig'sak bo'ladi. Zashtasiga. Bu mana SF6 выключатель bo'ladi yoki vakuumli yoki elegazli qo'ysa bo'ladi. Da. Bu elegazli nimasi ekan? SF6 elegazli. Elegazli. Endi qaranglar, yana bitta narsa qulayligi, razmeri kichkina. Bunaqasiga taxminan 80, eniga 40 chiqadimi yo'qmi? Hozir o'lchaymiz buni. Menimcha 30 o. Balandligi o'zi mana. Balandligi. Просто bu blok. Relay shkafi ham juda kichkinagina ekan. Uchun qilingan. Qulaygina, osongina. Siz qaranglar, masalan, sizlar katta transformator qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana входной yechakasi bo'lsa 1 2 3 4 5 6 ta yechaka отходящий bo'lyapti. Tayinni ichiga joylashtirsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Mana shu tasavvur qilinglar, birinchi seksiya, ikkinchi seksiya. Yog'ini ham ko'rsatgan. Birinchi seksiya, ikkinchi seksiya. Butun boshli RPTP bilan mana shu razmerda yechakalar bilan ish qilamiz. Bu yengillikda hozir men sizlarga orqasini ko'rsataman. Ketdik, yuringlar. Yo'q, naryoqda ochiq bor edi-yu. Ayol, yuringlar bu yoqda. Da, shuni ko'raylik, tushuncha ko'proq bo'ladi. Mana butun boshli qurilma. Bu endi faqat o'sha 3 ta shkafga. 3 ta shkafga mana bu yerda razinitel bor, mana bu yerda mexanizm bor, mana bu ishlaydi. Mana tepaga pastga ko'tariladi mana bunaqasiga. Bu yerda faqat men просто oddiy vinani nimasini desam, ana prinsipini desam, bu yerda vakuum ham bor ekan. Vakuumning ko'chatilari ham bor ekan. Qaranglar, bu GKTPlarni ichiga qo'yiladi. Kirdi. Transformator chiqib ketyapti. Mana vakuum. Mana bu razinitel RVZ bor-ku, RVZ. Ana o'sha. Lekin bu narsalar to'g'ri ichkarida turadi, ko'zga ko'rinmaydi, lekin sxemada hammasida blokirovkasi bor. Keyin eng qizig'i, bular polni avtomat turibdi, svarishni apparat, avtomat. Pol avtomat emas. Odamning nimasi yo'q. Robot. Robot avtomat. Bu GKTPga joylashganligi uchun kirdi chiqdi transformatorga. Keyin bu yerda qarang. Bu birinchi men o'yladim, hatto showroomda ko'rganimizda nimaga svarka qilingan desam, endi nima qildim, ana tushunchaga ega bo'ldik. Bu общий o'sha bitta blokka yig'ishar ekan. Shu bitta blok ichida boya ko'rdingiz, vakuumlik RVZlar turibdi-yu, izolyatsionni rastaniyadan yutish maqsadida, gabaritni kichraytirish maqsadida bular полностью buning ichiga elegaz zapravka qilishar ekan. Boyaga ana qurilmani ichiga полный svarka bo'ladi, уже герметичный bo'ladi. Bu yerda havo ham shashtirmaydi. Vakuum buni ichida bo'lar ekan. Shuni hisobiga hali razintellari ham hammasi kichkina joylashtirilgan. Bu вообще lekin. Mana bu Panasonic. O'sha mana shu svarkalar hammasi zo'r obорудование. Argon. Davom ettiramiz yana. Nimani ko'rsatamiz yana, Azamat? Boyaga ana bular mana bu joyini ko'rsataylik. Hozir buni konkretno nimasini ko'rsatamiz.
ishlash jarayonini, prinsipini. Bu mana mufti mana transformatorda izolyator chiqadi-yu 10 kilovolt. Ha. Buni mana shu hozir oxirgi zamon yengilliklarda mana shunaqa izolyator bo'ladi. Bunga mufti kelib ulanadi. Hozir o'sha muftasini ham ko'rsatamiz. Muftasini hozir videoda yana davomida ko'rsatamiz. To есть ko'rasizlarmi, kompaktni kirdi chiqdi, SF6 bilan ketyapti. Mana svet qo'yib beryaptilar, brat. Endi nari qilib boramiz. Aziz akalarga qanaqa taassurotlar? Ya вообще O'zbekiston ham ozgina bundoq yangiliklar bilan. Mana ko'ryapsiz mana. Svarka qilib chiqishgan, полностью mana. Полностью. Mana ham ko'rsanglar bo'ladi, bu ozgina chang Уже bosib ketgan ekan. tashqarisi. Mana kabel kiradigan joyi, pastga o'tirgan video otgan haqida mana ko'rsanglar ABC. Shunda kabel apni olib kiramiz. Balki o'zini muftasini tiqamiz. Izolyatsiya расстояние маленький deyotgan bo'lsanglar, nimagaki muftani ko'rsatganini tushunib olasizlar. O'zi hozir muftani olib kela qolayda shu yerga hozir. Olib kel. Mana shu joyda Xayrilla akani ham bir eslab qo'yamiz. Xayrilla aka, mana muftani yangisini olib kiryapmiz. Siz mufta bo'yicha quryapsiz-ku. Xayrilla aka. Mana bu yerda tushuntirib ketishyapti qanday ulanish kerakligini. Hozir mana birinchi marta tushuntiraylik hozir. Qaranglar, bu yangi mufta. Bizda hozir STP degan muftalar bor-ku, bu boshqacha mufta. Kabelni olib kelib ulanadi. Zazimleniyasini qarang, zazimleniyasini. И mana nakonechnik kiyg'iziladi. Bu 95 kabelga. Qaranglar. Bu yoq tomon bu yoqqa kiradi. Mana bu yerga kiradi. Mana muftaga o'tkazinglar. Shu polietilen tozalanadi deydi, kiyg'izsanglar ichiga tushadi. Mana qarang, tozalaydigan narsalarni qarang. Shotkalarigacha hamma narsasi bor ekan. Volgaykalari ichida shotkalar bor. Buni oldinglar-da. Kabel uladinglar. Onda tiqasizlar. Ko'ryaptimi videoda? Buni tiqasizlar. Krishkasi bor mana. Mana krishkasi bor. Mana sizlarga izolyatsionni расстояние. Krishkasi bor. Krishka bilan yopasizlar. Bo'ldi, bu mufta uncha-munchaga urmaydi. Uncha-munchaga vash urmaydi. Kerak bo'lgan paytda yana volgayka yechiladi. Yana Aziz aka yana qo'shimcha ulasa bo'lar ekan. Shuni ham hozir buni, qani o'sha narsa? Tak. Mana. Mana ko'rganingizdek bitta kirdi, yana bu kabelga ulasa bo'ladi. Uchta ham ulasa bo'ladi. Agar shu joyingni tozalat qilsa, shu yangilik. Xitoy uchun yangilik emas, O'zbekiston uchun yangilik. Ana. Kabelga ulanadigan joyi bu yoq. O'sha полный izolyatsionni расстоянияni nima deydi? Bizda hozir gaz ishlatyapmiz-ku, O'zbekiston to'g'ri. Gaz ishlatyapmiz. Mana gazni o'rniga nima olamizda? Kabelni olib keldik. Kabelni olib kelib, mana ko'rasizlar, mana izolyatsionni расстояние hech qanaqa gaz kerak emas. Shundoq tiqsak, o'zi sekin kabel bilan kiradi, ortdan chiqib keladi, mufta bo'ladi. Juda ham zo'r. Aqlli o'ylangan hamma narsa. Kelinglar, sizlarga ichini ko'rsataman. Bu уже yig'ilgani. Bu yig'ilgani уже. Eligaz zapravkasi, Manometri. Xitoyda Eligaz mashhur. Nega uni ekspluatatsiya paytida qulaylik bo'lganligi uchun mana shunaqa variantda ishlashadi. Miyasi, o'zining bloki, ampermetri, kiloamper. Izmeriteli bo'lgan qarang, kichkinaligini. Kichkina. Kompактni qilib chiqishgan hammasini. Xullas bu yecheykalarni agar O'zbekistonda ana xitoylik ochib ko'rsatganga olibdi. Yig'ilganini qarang. Yig'ilgan. Chip chiroyli bu yig'ilgan. Biza Aziz aka 1 metrga bunaqasiga 75 sm, mana bunaqasiga 80 sm chuqurligi 40 sm releni shkaf yasaymiz. Endi mana buni qarang. Shunaqa. Tovuq katagi bundan kattaroq.
Короче, bitta tovuq sig'adi ichiga. Zo'rg'a. Lekin yasholmaydi. Xullas, mana shu yecheykalarni O'zbekistonda ishlab chiqarsak, yo'q, buni loyihachilarga ham aytish kerak, keyin kerakli joy instansiyalarga aytsak, mana shuni loyihalarga kiritsak, texuslovyalar olsak, va shu zo'r bo'ladi lekin bu mana narsa. laban tashqarisidan chiqadi. Endi yig'ilganini ko'rsatamiz, kelinglar. Mana sizlarga. Uchot deysizlar, mana uchotniki ham bor mana. Mana Transformator напряжение. hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aytadiki, uchotni 10 kilovoltga olib chiqib bergin deydi. Bateriya bu narsalar nima qilish uchun spor bo'ladi. Mana hamma narsani yig'ib qo'ygan, feyni ham bor. Transformator Operativ tokasi. tok kerak bo'lsa, operativ tok o'zidan oladi. Mana bu yerda UPS qo'ygani ham bor edi. Bu Qayerda edi? uchot. Sho'chikka mana. Sho'chik qotiradigan joylarini qarang, azizki, вообще. Bu GKTPning ichida hozir. Ha, городскойning ichida to'g'ri. GKTP kirdi, chiqib ketyapti. Да, и сразу bittada высоковольтный учет nima bu sho'chikka elektr energiyani ham hisoblaydi. Shunaqa. Даже kerak bo'lsa, TSNni ham shuni joylashtirgan. Sxemani ko'ringlar, sxemani. Kirgizib, chiqarib. Zo'r, gap yo'q. Включить. Endi mana Отключить. ошибка qila olmaydi. Masalan, OB chiqib, bu narsani o'chirib yoqaman desa, ошибка hammasi blokirovka. Ko'zga ko'rinmagan narsalar mana bu yerda Человеческий faktor deymiz-ku, o'sha narsani ham oldini olishganda bular. Misol uchun qanaqadir, misol uchun bir narsani o'chirishdan oldin qaysidir защитasi bermaydi bularga o'chirib yoqish uchun. mana o'sha bunisi nimaga ketdi? Отгрузки chiqib ketyapti. Sklad готовый продукция. Sklad. Mana korobkalarda keladi mana. Papka mamki. Mufti. Buni mana masalan, o'sha transformatorga ham shunaqa qo'yib, mana buni mufti qilsa bo'ladi. Chotki urib yormaydi. Ko'p liniyalar mana shu muftadan urib yoryapti. Da, oxirgi paytda. Feederni tortib ketadi keyin. To'g'ri. Agar Kabellar yondirib olish. narxini hozir bilmaymiz. Laban, how much is? How much? How much? 100 taxminan. Bu hozir keyingi videolarimizda ko'rsatamiz narxini olishini. Salomat bo'linglar. Hozir videoni o'chirmay turinglar, dalish ko'rsataman. Laba, u yoqqa o'tsak bo'ladimi? Laba. U yoqqa bormoqchimiz. 去那边护岗线，前面5个先给我交不过啊，要去办公室那边闹过去。 Ketdik. Ha, mana bu yoq bilan borasizlar. Bizlar kuzatayotganligi zo'r bo'lsin deb skladdagi narsalarni ham ko'rsatdik. Da. Mana bu videoni tomosha qilayotganda misol uchun yana deyshadi-yu. Qo'shimcha bormi deb. O'shanga Zo'r narsalar bor hali. Bular faqat shu o'zimizni bir energetikamizni rivojlantiraylik degan maqsadda bu videolarni qo'yyapmiz. hech bir payqadingizmi aziz aka? YouTube'da ham, Instagramda ham mana shu faqat mashina, faqat bir qanaqadir boshqa narsalar, lekin elektrika bo'yicha, soha bo'yicha hech qanaqa ish bir yengilliklar ko'rsatishmaydi-da. O'shanga biz birinchilardan bo'lsaymi deb. To'g'ri. Mana bu yerda obmodga o'rashyapti. Mana hozir ko'rsanglar, obmodka sexiga Bu ulanayapti. aziz aka tushundingizmi, tushunmadingizmi? Transformator toki, transformator напряженияni ichini qilib berishyapti bular, yasab berishyapti. Magnitga obmodga o'rash berishyapti, qarang. Mana hurmatli obunachilar, bu o'sha transformator tokida transformator напряженияларni ishlab chiqaradigan tochkasi. Bu keyin buni qaysidir sexga olib borib, ustiga epoksitka bilan qolipga forma berishadi. Have model? Okay. Hozir bular aytishyapti, Xitoyliklar pastda ham bor ekan. Hozir ko'rsatamiz yana. Mana.
tayyor mahsulot. Endi mana tayyor mahsulot. Transformator tok deysizlarmi? Erjon aka qattiq yuribsiz, brat. Kelmaysizmi bizni siz? Erjon akamni temasi boshlandi hozir bu yerda. Hozir mana bu aslida transformator to'kili. Bitta narsa, jigaring bilan qizil, jigaring korpus bilan qizil korpusda farqi bor. Endi hozir men hozir palon yomonlamoqchi emasman. Jigaring korpusi bu Xitoyliklar aytadiki, siryosi arzonroq deyapti. Bu qizil siryoli bilinglar har doim sifatliroq, to есть kuchliroq hisoblanadi izolyatsiyasi. Mana bu yerda transformator toka transformator напряжениyaning обмоткасini o'rar ekan. Ufel ko'rsatsang sira. Oldik. Ha, oldik. Mana bu уже как готов кровотекция. Naryoqda edi. Eng qiziq joyida yo'q hozir. Mana katta transformator to'klayman bor. Gabarit katta 1,5 ming, 2 ming gibi. Mana qancha qo'yilgan? Shu yerdan И бокситка. Machit qo'yadi. Mana bu mana 35 2. Nalimada neydi? Bu anaqa. transformator собственно может. Kerak bo'lsa 220 chiqarib beradi, kerak bo'lsa 100 volt chiqarib beradi. Bu operativniy bloklarni miyasiga 220 beradigan. Ana bitta 35 nimasi turibdi. Znov. Znov. Bu Ko'rasizlar, sifatli narsada transformator напряжение znov Hozir 35 shu bo'ladi mana shu. bu предохранитель joyidami? Yo'q, bunda предохранитель yo'q. Bu без предохранитель. Yo, adashyapsan lekin. Yo'q, предохранитель yo'q aka. Mana aka bitta faktda sizga. Nima uchun предохранитель yo'q? Предохранитель kuyda qayerdan almashtiramiz? This open, yes? This. Open checker. No. Want to open. Yo'q, bu yerda. Yo'q, bu yerda yo'q. Bu lekin bo'lishi ham mumkin aka. Ha, yo'q, yo'q. Mana bu buralsa, I want to screw. no. Nima? Open, no open. Предохранитель есть? Tushunmayapti bular bizani. Biza tushuntirib bera olmayapmiz. This 005 this. Zero pack of fuse. Yes, fuse. Ha. Предохранитель fuse birdi. Ha, yes? Have. Now have. No have. Yeah. Okay. No have, no open. You want have the open checker. How many is I call this box? Okay. Mana bu bitta narsada, mana bu narsani ham uchta ishlab chiqardik masalan. Transformator tokda bu. Ya'ni mana bu yerda transformator tokdek, Bitta korpusda. bitta korpusda ham Напряжение ham bor, a? ham напряжение bor. Ne gap yo'q. Ham transformator tok, ham напряжение chiqarib beradi. Вообще zo'r. Три в одном-da. Ha. Bu 10 kilovolt уже. Anday razработкалар вообще ko'pda qarasang. Любой ассортимент, hamma assortiment bor. Xullas mana korpusda. Bu o'chirib olsin edi. Bitta video, katta video qilamiz, qo'yamiz. Qarang mana, ko'ryapsizmi sxemalari bilan. Qanaqa ekan, mощность qanaqa ekan? 10 kvali 02. 02. 02. Ha, klass точностьdan уже 02. Mana Aziz aka. Sarvar akam otib sotadigan narsalar. Nech bo'ldi siz? 85-100 dollar deb qo'yadi. Ha, mana. Sarvar akani ham eslab ketdingmi? Eslamasak bo'lmaydi. Maslinniy. Mana даже maslinniy transformator напряжениялari ham bor ekan. Как раз Sherxon ukam razработка qilyapti hozir bloklarni. Transformator напряженияni rasmga tushirib jo'natib yuboring. Mana bunaqa bo'ladi deb. Mana qaranglar, mana shu gap yo'q. Qizil siryoli har doim harakat qiladi. Shu bu meni gapim emas, yo'q. Qizil siryo qimmatroq ekan. Xitoydan gapirmoqchi. Sifatliroq. Transformator напряжение. Fuse.
Ha?他去拿个扳手。 Qara, yana bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Mana. O'sha boyagi anaqa. Ikkita fazani berasan, 220 mi? 380 mi? Erjon aka mana Entimi. Entimi emas, bu transformator bo'lsa kerak. Bu Entimi. Xohlagan narsangizni chiqarib beradi. даже 100 volt 100 voltga ham, 200 Yo'q, voltga ularchi ham. mana bu sizni neydi? Ikkitasi. This have fuse inside. Inside. 5 ampere, yes. It's upper fuse you check. Very good. Yeah. Qaranglar. Yes, yes. Pirdaxayatili bor ichida. ama yo'q deb o'tiribman a. Pirdaxayatili ichida. Voy. Qanaqa olish kerak bo'lmasa. Davay takuv. 35 tak o'sni olamiz. Shunaqa olamiz. I have. My offer. Yeah, I thought you buy. Yes, okay. Yes, Exchange okay. this. Now it's check. Ha, endi anonschi pirdaxranch kuyib qolsa topish muammo emasmi? Voy bunaqa narsani shu kichkinagina pirdaxayatili kuyishini muammo qilib endi sifatli narsani qo'ya olmasa. Bor. Zapas olamiz. Shu zapas уже komplikatsiya bo'lishi kerak. Olib kelib olish kerak ekan sizlar. Короче, bu narsani sotib olsanglar bizda Da. bo'ladi. Pirdaxranchil bo'ladi. Bu bizda sizlarga ko'rsatayotgan narsalar hammasi sertifikati bor, standarti bor. O'shanga Mana pirdaxranchilar. Hopa. Taban olyapti endi. bu video ko'pchiligiga bir anaqa bo'ladi lekin. Mana pirdaxranchil. Very good. Mana bu Necha amper? 50 kiloamper, Bu nimasi? To'katuvchi 0.5 amper mana. Ko'ryaptimi? Kecha Erjon akam 0.5 dedilar-yu. Ha, 0.5. Bizda hozir mana zakazlarimiz bor, o'shanga mana mashinada ishlatamiz. Eng oxirgisidan. O'zi qanday qilish kerak endi bir qarang. Gap yo'q. O ana. Uzoni o'ylaysiz. Bularga o'rgatyaptilar o'sha Erjon akam. Qanday ishlash kerakligini. Hop. Hop. Böyle mujikli tushundi. Xullas. Avtomobil transformator tokli. Haligi gafrirованный deymizmi? Bu, значит, buni nimasi boshqa-da yoki? Bu внутренний исполнение. Bu внутренний исполнение, keyin bu katta tokka mo'ljallangan. Buni tablichkasini ko'rmayapman. Kiloamperini aytyapsan. Yo'q, misol uchun nechi? Misol bu menimcha yo 3000 ga berish yo mana shunaqa bu. Ha. Mana o'ylashimcha, men tushunishim bo'yicha, lekin men bu yozilmagan tablichkasi This yo'q ekan. 35. Three five. Yes. Amperajchi. How many ampere? 1000, 2000 ampere. How many ampere? Now this one, how many ampere you ask? Da, yes. This is how many ampere? 多少ampere? 200 2000 ampere 不是2000安的尺寸是不是一样的？一样的。 2000 ampere same this design. Okay. Yeah, it's the copper is big. 2000 ampere ekan. 2000 ampere boshqa katta-yu. 2000 ampere. Endi bu menimcha kiloamperga turib beradi, kattarog'i. Значит, qanaqadir. Внутренний исполнение bo'lganligi uchun izolyatsiyasi katta. Hurmatli obunachilar, bu bugungi videomizni yana davom etadi, tugadi. Qatta siz Erjon aka, nega bu burchak keladi yurasiz? Brat yoningizda tursangiz-chi, prezentatsiyada. Tugating bo'ldi. Keyin bu yerda olamiz. Hozir konstruksiya mana bu zavodga boramiz, ko'rasizlar. Vashi bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlarga zo'r narsalarni, 35 bo'yicha ham hali aytamiz. hammasini ko'rsatamiz.